O'zbekistonda pulli yo'llarda 150 km/soat tezlikda jarimasiz yurishga ruxsat beriladi. Gap shundaki, ushbu yo'llar tekis, keng, yoritilgan va rivojlangan infratuzilmaga ega bo'lib, Germaniyadagi avtobanlar kabi yuqori sifatda barpo etiladi. Eng qiziq tomoni, bu yo'llarda haydovchilarga 150 km/soatgacha tezlikda harakatlanishga ruxsat beriladi va buning uchun jarima bo'lmaydi. Rejalashtirilayotgan yirik yo'l loyihalari Toshkent-Andijon 314 km. Yangi yo'l qurilgach, safar vaqti 5 dan 5.5 ga qadar soatdan 2 dan 2.5 ga qadar soatgacha qisqaradi. Toshkent-Samarqand yangi magistral tufayli yo'l taxminan 2.7 soat davom etadi. Toshkent-Chorvoq 52 km. Qurilishdan keyin manzilga 80 daqiqa o'rniga atiga 35 daqiqada yetib borish mumkin bo'ladi. Bu loyihalar nafaqat yo'lni tezlashtiradi, balki sayohat, savdo va iqtisodiy aloqalarni ham ancha rivojlantirish kutilmoqda. Sizningcha, O'zbekistonda 150 km/soat tezlikdagi pulli yo'llar kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu kabi muhim va dolzarb yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalda kuzatib boring.